Selam şayanlar. Bugün bizde tek regbi boyunca Rossiya çempionları. Moskovda o'tgan regbi mektep ligasi bütün Rossiya yarışlarında Orshaning 6 mektep komandasi birinchi o'rin yavlagan. Yarışlarda ilning 21 tubagidan 300 dan ortiq bola qatnasha. Orshalılarga finalda Moskva komandasi bilan yarışırga to'g'ri keladi. Biznikilar 10ga 8 hisobi bilan jeng'u yavlaydi. Çempionlarını siz de bilib turg'iz. Ilnaz Salihjanov, Ralina G'ilmijanova, Islam Murtazin, Adel Rahmiyev, Aydar G'alimov, Artyom Karpov, Emir Samatov, Elina Ashadullina, komandanın treneri Fanil Hidayatullin. Qutlayım sizni, aferin. Çempion kubogin mende tutib qarasam, yaraymi? Ruxsatdir bey? Iya. Şef, nechiksin? Çempion buluvi rahatmi? Iya, rahat. Biz yarışga barganda jengamiz deb borgan edik. Do'stlarim, regbi shog'ishtirmacha yangi sport turi. Shunga ko'ra, balki qo'ybirlarigiz onun turida bilib de bitirmaydir. Men sizga bir video yozma hazırladim. İhtibor ekranga. Regbi komandalı sport turi. Onu inglizlar o'ylab chiqargan. Uzuncha to'p bilan o'ynala. O'yinchilar to'pni bir-birsine qo'llari ham oyoqlari bilan topshirib, uni belgili bir qirg'a tushirishga yoki en simon qopqaga kiritirga tegishlar. Bu sport turi hozir bek populyar. Uni hatto Olimpiya o'yinlari ismligine kiritdilar. Mana shunday bilishma do'stlar. Qarab turishqa regbi futbol bilan o'xshagan. Ayirma oyoqlari narsada? Futbolda oyoqlar bilan o'ynaymiz, a regbida qo'llar bilan o'ynaymiz. Bilganimcha siz o'ynagani tek regbi deb atala. Onun o'zinchaliklari narsada? Tek regbida lentalar var. Sening soperniklar lentani sendan tortib olirga tiyishlar. Tortib olgach, ular senga qishqiralar tek deb. Sen 3 sekund ichida pasni ortga berga tiyish. Mana tek regbi turunda siz qaydan bildingiz, nechik qiziqsina boshladingiz? Men tek regbi degan sportni do'stlardan bildim. Ham bizni trener Fanil Fanisovich o'ynarga öğretti. O'yinning qoidalarini da anlatыңыз әле. Жеңер үшін nishlarga kerak? 2 komanda o'ynaydi. Her komanda 5 kishi o'ynaydi. Ular to'pni zachетный liniyaga kiritirga tiyish. Yig'ilga yaramay, yig'ilsang ochko sanalmay. 4 minut bara 2 time o'ynala. Demak, o'yin 8 minut qina davom etadi. Bir o'yin 8 minut bara. Futbolda har kimning o'zining o'rni bor. Kimdir qopqashi, kimdir hujumchi. Regbida da shulay yo'qmi? Yo'q, regbida butun kishi og'og'ini shaba. Ham butun komandada bir kapitan bor. Komandangizda qizlar da bor ekan. O'ynaganda tashlamalar yasaylarmisan? Yo'q, o'ynaganda biz butunimiz da tegiz. Bizga tashlamalar yasamanglar. Men bu o'yinda kubokda oldim. Men eng yaxshi o'yinchi bo'ldim. Aferin Ralina, bildirgansan. Rahmat. Regbi turunda xuliganlar uchun shin jentelmenlar o'yini deganni eshitganim bor. Siz bu fikr bilan kelishasizmi? Yo'q, regbida xuliganlar o'ynamaydi. Regbida shin jentelmenlar g'ana o'ynaydi. Chunki bunda tibirga yaramay, tirga yaramay, so'g'ishirga yaramay, shunga bunda jentelmenlar g'ana o'ynaydi. Anlaşıldı. Mana o'yin vaqtida o'yinchilar bir-birini tirtsalar, nishlatalar? Shtraf beradilar. 2 minutga sen o'tirib turasan. U vaqtda 4 kishi g'ana o'ynaydi. 3 kishi zapasda, itam bir shtrafda o'tiradi. Menga bu o'yin bigashi, bunda timilar bir-birisiga shunga u menga bir qatashey. Bizda lentalar bor. Bizning soperniklar ularni tartib olalar da qishqilar tek deb. Biz ular bizga tekni beradilar da men dalsha o'ynay olam. Gol bo'la qachon biz liniyaga kiritam to'pni. Agarda men yig'ilsam gol bo'lmay. Bekta qiziq ekan, men buni turida bilmagan edim-da. Do'stlar, kelajakda da sizga zo'r jenglar tilaymiz. Studiyamizga kelganingiz uchun bek zo'r rahmat. O'zingizga rahmat. 1, 2, 3. Мы регбисты просто класс. Обыграем всех за раз.